Assalomu alaykum nishon do'koni a'zolari. YouTube'da kuzatuvchilarimiz uchun Sterling mahsulotlarini arzon qilamiz. Bugundan boshlab Sterling mahsulotlarini ming narxini tushirib qo'ydik. 12 kalibr 3 dan 7 gacha bor. Konteyner 5 konteyner. Mana sifatini ko'ryapsizlar. 5 konteyner mahsulotimiz juda sifatli. Mana bu konteynerli. 3 dan 7 gacha bor. 10 ming so'miydi, 9 ming so'm qilib qo'ydik. Yana 34 grammli Sterling. Bu nolovka, g'ozlar uchun, katta hayvonlar uchun nolovka. 34 grammli, po'xi ham katta. Bu narxi 12 ming edi, 11 ming so'm. 16 kalibrga o'qlarimiz bor. 3, 5, 7, 6. 7miz qoladi. Hop, bu ham 9 ming so'm. 10 ming so'm, 9 ming so'm. 20 kalibrga o'qlarimiz bor. 3 drop, 5 drop. Bu ham 10 ming so'm edi, 9 ming so'm qilib qo'ydik. Endi 12 kalibrga kartejimiz bor. 9 talik. 14 ming so'm edi, 13 ming so'm qildi. 12 ga oddiy pulya bor. 15 ming narxi edi, hozir buni narxi 14 ming so'm bo'ldi. Super pulya bor. Mana. Barani bo'yni. Juda latuna bor. 34 grammli, sifati zo'r, stakanchilar ko'rasizlar kattaligi. Bu 20 ming so'm, 19 ming so'm hozirda. 16 ga kattej pulyalarimiz bor. Mana pulyasi. Sifati a'lo darajada. 15 ming so'm pulya, 14 ming bo'ldi. Kattej 14 ming edi, 13 ming bo'ldi. Hamma Sterling mahsulotlari bor. Sizlarni nishon do'konida kutib qolaman. Like'laringlarni ayamanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.